Aziz do'stlar, bugun bizda 1 million obunachisi bor kanalimiz sotuvga keldi. Ko'rib turibsizlar, 1 million obunachimiz bor. Demak, kanalimizning kontentlariga e'tibor beradigan bo'lsak, eng ko'p ko'rilgan videolari hop, Shohruh, xolos o'zbekcha videolar ekanda. O'zbekcha videolar ko'rilgan, shortsga nisbatan qaraydigan bo'lsak, shu aktrisa shunaqa videolar umumiy holatda ko'rilgan. Hop, ayrim videolarni yopishim kerak ekan, egasi ochib yuboribdi videolarni. Hop, ayrim videolar do'stlar aytib o'taman, yopiq holatda beriladi, ochish ayrimlarini man qilinadi. Chunki ayrim videolarda sal to'g'ri kelmar ekan. Shuni hisobiga ogohlantirib qo'yaman olgan odamni. Hop, kanalimizda 1 million 200 ming obunachimiz bor. Kanalni ko'rsatib o'tdim, statistikalar yaxshi, videolar million prosmotr yegan. Hop, kanal qanchadan beri yurg'iziladi? Olganda oyiga 4.6 million prosmotr bo'lyapti do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar. Kanal olingandan beri 4.6 million prosmotr bo'lyapti. Oxirgi 90 kunga nisbatan qaraydigan bo'lsak, 18 million prosmotr, 365 kunga nisbatan esa 300 million. Hozirgacha esa milliard prosmotr bo'lgan ekan, qo'yil qoldim ekan. 1 milliard prosmotr bo'lgan. Kanal statistikalari yaxshi. Shu kanalimiz sotiladi. Kanal narxiga keladigan bo'lsak, kanalimiz 1650 dollar qo'yyapmiz. O'zi bu kanalimiz 1900 midi, 2000 midi shu atrof sotilgan xullas. Lekin bu kanalni arzon qildik. Sabab tez sotib olishimiz kerak. Shuning uchun kanal narxi 1650 dollar. Kanalda aybi. Kanalda lekin strike bor do'stlar. Strike. Hop, 48 kundan keyin tugaydi. 40 kundan keyin ko'p yo'qoladi va 50 kunda kanal top toza bo'ladi. Hamma yog'i tugaydi xullas. Strikelar tugaydi, bemalol keyin ishlasanglar bo'ladi do'stlar. Umumiy holatda shunaqa. Aniq oladiganlar 1650 dollar narxi, Telegramdan 99lik 791 32 32. Telegramdan yozaverasizlar. Salomat bo'ling.